Yillar davomida mevalarni to'g'ri yeyotganmidingiz? Apelsin. Ustki va pastki qismini kesing. Keyin yon tomonidan 1/3 qismini kesing. So'ng uni ingichka bo'laklarga bo'ling va osonlik bilan ochib yeng. Mango. Uni o'rtasidan kesing. Danagini chiqarish uchun aylantiring. Go'shtini qoshiq bilan to'g'ridan-to'g'ri oling. Oson va toza. Yoki uchlarini kesib o'rtasidan bo'ling. Kivi. Qoshiqni po'stloq bo'ylab aylantiring. Mevasi oson chiqadi. Shaftoli. Avval tik holda kesing, keyin gorizontal kesing. So'ng markazi bo'ylab kesing. Kesib bo'lgach aylantiring va oson ochiladi. Yarmini torting, danak toza chiqadi. Anor. Yuqorisidan kichik kvadrat kesib, tojini oling. Ichki pardalar bo'ylab yon tomonlarini kesing. Keyin yuqori qismini olib, bo'laklarga ajrating. Pardalarni tozalang va katta idish ustida engil uring. Donalari toza va oson tushadi. Greyfrut. Uni o'rtasidan kesing, postini ochish uchun qoshiqdan foydalaning. Go'shtini ajratish uchun asta aylantiring. Ikkinchi yarimda ham takrorlang. Bo'laklarga ajrating. So'ng toza bo'laklarni yana greyfrut postiga joylang. Taqdimot uchun ajoyib. Ko'proq aqlli hiylalarni o'rganish uchun meni kuzatib boring.